Bir daqiqa ingliz tilida hozirgi davomli zamon. Hozirgi davomli zamon ayni damda sodir bo'layotgan ish harakatlarini aytishda ishlatiladi. O'zbek tilida yapti, moqda qo'shimchalariga to'g'ri keladi. O'ynayapti, uxlayapti, yuguryapti kabi. Mana shunga o'xshagan fe'l tarkibida yapti, moqda qo'shimchasi bor gaplarni hozirgi davomli zamonga tarjima qilishingiz kerak. Hozirgi davomli zamon uchun bizga to be yordamchi fe'l kerak bo'ladi. To be yordamchi fe'li I bilan am, birlikdagi otlar bilan is, ko'plikdagi otlar bilan are yordamida ishlatiladi. Direkt shakli hozirgi davomli zamonni subject am is are qo'shilgan verb ing shaklida ketma-ketlikda yasaladi. Ya'ni Davron is playing football at stadium. Davron stadionda futbol o'ynayapti. Inkor shakli uchun esa am is aredan keyin not qo'yasizlar. Davron is not playing football at stadium. Davron stadionda futbol o'ynamayapti. So'roq shakli uchun am is are va eganing o'rni almashadi. Is Davron playing football at stadium? Davron stadionda futbol o'ynayaptimi?